Biz jinlarga mukofotni sira ham keragi yo'q. Agarda odamlar bizga ishonishsa, qo'rqishmasan, o'shanda biz hamma narsaga qodir bo'lamiz. Mana shu atrofda cho'kkan odamni ko'rmadinglarmi? Bir pas ketishsak o'sha odam o'zingiz bo'lardingiz. Bayankom deganlari Viktor Sergeyich Postumali mochkichirdi esa o'zini tomdan tashiydi. Taygasida ko'rmagandek bunaqangi zo'r ovqatlarni. Qachongacha sizni bu zalda yetaklab yuraman? Hey! Sezar dahasi deylardi. Ana shu yerda 147-uy bizni hovlimiz edi. Katta hovli edi. Ana shu hovlida men tug'ilganman. Ana shu yerda 5 ta aka-uka yashashardi. Buamiz, eng katta amakimiz Hikmatullo, Ubaydullo, Habibullo, Hamidullo, Fathullo. Ana shu 5 ta aka-ukani o'rtancha Habibullosi meni otam bo'lardilar. Men ularni es bilaman. Bog'chadan kelgan paytlarimda olib tizariga o'tkazib qo'yib, chochim jingalay bo'lgan ekan. Chochimni silab o'tirib, o'g'lim, men seni 17 yoshingda uylantiraman degan so'zlari shundoq quloqimda qolib ketgan. Ular ovozlari juda ham shirin bo'lgan. Teatrda ishlaganlar. Sportga shug'ullanardim, albatta kerak bo'lardi. Institutda voleybolga qatnashardim. Voleybolni o'ynardim, 1-rajaradim bor edi. Gimnastikada 3-rajaradim bor edi. Qilichbozlikda 3-rajaradim bor edi. Uni o'sha o'qitgan domlamiz qilichbozlikni o'qitgan sahna harakati Arsen Ismoilov degan odam Seniskiy diviziyasidan dars berardilar. Ularning yordamchilari edim men. Keyin Tuyas teatriga kelib turib, u odam uchburchka teorini qo'ydi. Undan tashqari revizor qo'ydi. Boshqa rejissor. Bu yerga o'ynagan rollarim juda ham ko'p. Ko'pligi shundaki, bolalar spektakllarini mazza qilib o'ynardi. Etik kiygan shu. Etik kiygan shuni boshidan oxirigacha tinim bilmasdim men. Bir kunda 2 ta, 3 ta, 4 ta, 4 talab qo'yilgan payti bo'lgan mana bolalar kanikullari paytida ishlaganmiz. Gastrol. Xudoga shukr. O'shaning uchun ham 50 yurtni nazarga tushganman. Boshqa teatrga o'tmaganman. Onam rahmatli kelsang injenerlikka o'qiysan deganlar. Adamni o'rniga boraman desam, yo'q. Bormaysan u yoqqa. Sen injener bo'lasan dedilar. Qarasam, men tortishganim bilan bo'lmaydi. Indamaganman. Keyin bildirmasdan borib turib, ekzamen topshirganman, hali aytganda yiqilganman. Kirganimdan keyin onamlarga kelib turib, mana teatralniy institutga kirdim men. Odamlarning joylariga borib ishlayman. Rolga chaqirishgandan keyin onam xursand bo'lganlar. Otasini o'rnida ishlayapti. Yodgor armiyaga borib kelgandan keyin teatralniy institutga qanaqa kiradi deb so'rab qoldi menga. Keyin tushuntirdim shunaqa desam, aka, menga monolog topib bering. Etüdiz emas bu. Bespredmetniy действие. O'shalarni hammasini tushuntirib turib tayyorladim Yodgor. 6 sekundda institutga kirib ketdi. Kirgandan keyin kelib turib onamizga aytdik. Injener bo'lgin degan mana senga artistlikni nomi o'lib supurasi quruq, bilasanlarmi bolam dedi. Yaxshi bo'ladi hammasi. Tuzda ishlaganimda birinchi olgan zarplataga keyin Navoiyga borib olib kelgan pulni qo'llariga berib turib, ro'mol olib kelib o'ratib qo'yganman. U boshqacha bir dunyo. Buni hammasi o'sha onamizni biza ikkalamizga qilgan mehri, bergan o'giti, aytgan so'zlari kimligini unutmagan. Sen o'zbekning yigitisan, o'zbeksan sen. O'zbeklar
bir-birini hurmat qilish shart bo'lgan narsa. Birovga yomon qarash mumkin emas. Birovning haqqini yeyish gunoh. Yolg'on gapirish undan katta gunoh. Hasad qilish undan ham katta narsa. Mana shu narsalarni onam rahmatli maktabda 14-maktabda o'sha shahar deydi. 1-dan 4-sinfgacha dars berardilar. Boshlang'ich sinflarga. Qanchalik mehnat qilsang, shunchalik yurtni nazariga tushasan, xalqqa nazariga tushasan. Men istardimki, sizlar ikkalangam yurtimizni, elimizni nazarida bo'lishlaringni. O'sha to'polonchi edik, ikkalamiz ham to'polonchi bo'lganmiz. Bir kuni yodgor eshikni katta darvozamiz bor edi, 2 qavatli mamlakatda. Ayamlarga jahl qilardi, tepardi. Albatta ayol kelib turib o'sha yerda, "Ha, tep, qatora tep, qatora tep, qatora tep. Ha, baqir, qatora, baqir." Gijlab turardi. Men bu yerda qarab turdim-da, keyin nima bo'lyapti deb boshqa qo'l qo'shilib chiqib qolsa, mana bu ikkita anaqa bular odam bo'lmaydi. Bir-biriga aytibdilar, ayol aytibdi, boshqasiga aytibdiki, otasiz o'sdi bular. Mana ahvoli. Bular katta bo'lsa kazob bo'ladi, o'g'ri bo'ladi, kisavr bo'ladi deyishgan. O'z quloqim bilan eshitganman men. Yodgorni chaqirib olib turib, o'tkazib qo'yib turib, biz to'g'rimizda shunaqa deyishyapti. Endi bo'ldi ukam. O'zgaramiz. Onamizni qiynab qo'ydik juda ham. Bo'ldi aka. O'zgardik. 100% o'zgarib ketdik. Ana shu narsa onamizni bergan o'g'it hisoblanadi bizga. Men otam o'lgan paytida 5,5 yashar bola edim. U tug'ilmagan edi. O'tganlardan keyin 2,5 oydan keyin tug'ilgan. Otani ko'rmagan. Otani ko'rmagan bolalar bir boshqacha hayotda shunaqa bo'lar ekanda, shunaqa qaysar, shunaqa manaqali bo'lar ekan endi shunaqa. Ular ham kelgan yosh o'tgandan keyin bilinadi hammasini. Xayrulla aka, o'zi sizni tarixingiz bilan tanishib, taqdirdosh ekanmiz Xayrulla aka bilan dedim. Sababi siz 5,5 yoshda otadan qolgan bo'lsangiz, men 5 yoshda qolganman-da. O'xshashlikni qarangki, dadangiz 36 yoshda o'tgan ekanlar. Meni otam 35 yoshda o'tganlarda. O'sha yetimlikni og'riqlari va yetimga nisbatan aytiladigan boyagi xolalari gap so'zlari farzandga qaysidir ma'noda og'riq bo'lsa va kuch beradi-da, hayotda o'sishi uchun, qarang, o'zgarishi uchun. Albatta. Bu onani mehri bilan bo'lgan narsa bu. Onamiz o'qimishli bo'lganlar, oliy bitirgan odam. Ko'p o'qiganlar, ko'p hayotni ko'rganlar qiyinchiligini. Ana shularning o'gitlari orqali ikkalamiz ham mana Xudoga beadad shukr. Shu yoshga kirib 50 yurtda nazarda yuribmiz. Yodgor ham xuddi shunaqa. Bu ham yaqinda 80 ga kiradi. Ko'p odam aytadiki, nega sizni bo'yingiz baland, akangizni bo'yi past deyishadi. Buni sababi bor. Shu akam meni 2-3 yoshligimda yelkasida ko'tarib, 3 ostanovka nariga shu paytda yasla deylardi, yaslaga olib borardilar. Yelkalarida ko'tarib. Charchab qolib yerga qo'ymoqchi bo'lsalar, men baqirar ekanman, yig'lar ekanman. Keyin yana yelkalariga ko'tarib, sabr qilib olib borib qo'yar ekan. Hali eslayman, shu G'ishko'prik deylardi. Shuni yonida, sal nariroqda 14-maktab, keyin o'qigan maktabi. Orqasida Jangoh deylardi, hozirgi Abdulla Qodiriy parki. O'sha joylar esimda. Shu olib borardilar, keyin 2-qavatga olib chiqib qo'yardilar. Oynani oldiga kelib, o'sha yerdan oynani ham urib baqirardim. Yig'lardim. Keyin bilsam, to meni shu ovozim tingunicha akam pastda turib, u ham menga qo'shilishga yig'lar.
Yodgor aka bir xotiralarini o'rtoqlashganlarida aytgandilarki, onamga juda ergashadigan bola edim. Boraman siz bilan desam, hovlini burchagiga tuplab ketardilar-da. To'g'ri. O'sha tuprigingizga qarab tur. Quraguncha yetib kelaman. Bormayman. Men kutib o'tiraman dedi, o'tirib qo'yardi. Quriguncha kutib o'tirardim. Kutib o'tirardi. Ana shunaqa. Onani gapidan chiqmaganmiz. Xayrul aka bir gap borda, onam to'g'ri aytibdi, onam adashmaydi deymiz o'zimiz hayotimiz, iqrorlarimiz davomida, lekin aytdingiz-ku, onam injener bo'lishimni xohlagandilar, meni ham, ukamni ham va yillar o'tib siz xalq artisti, bir emas, oiladan ikkita xalq artisti va siz bilan Yodgor akani o'rtasida ham farzandlar bo'lgan, to'g'rimi? Faqat ikkita o'g'il emas. Yo'q, bo'lgan. Ular o'tib ketgan, bir qiz, bir o'g'il bo'lgan. Lekin xalq artisti mana. Keyin vaqtlar o'tib baribir onangizni aytganlarini qilmaganingiz, yaxshi ma'noda aytganlarini qilmaganingiz, xalq artisti bo'lganingiz baribir afsus bo'lmadi demoqchi. Yo'q, afsus bo'lmaganligini sababi shundaki, biza rol o'ynay boshlagan paytimizda birinchi onamizga ko'rsatardik. Ijroni onamizga ko'rsatardik. Undan keyin tomoshabinlar bilan ko'rilgandagi ko'rishib boshqacha bo'lardi. Bizni tomoshabinga qanaqa muloqotda bo'lishim, o'shalarning mehrini olish yo'llari, shularni ko'rib qarsak chalishganda yig'lab o'tirardik. U o'z-o'zidan bo'lmaydi. Shunday keyin o'sha yo'lga ketgan. Oqbatga bergan. Ogamiz oqbatga, bo'lmasa bo'lmaydi. Va shuning uchun ularni ham uzoq yashashlariga qo'limizdan kelgancha aytganlarini qilganmiz. 15-yilda tug'ilgan bo'lsalar, 99-yilda o'tganlar. Katta yoshda bo'lgandi. Shuncha qiyinchiliklarni ko'rib, shuncha azobni ko'rib, urushni ko'rib, men ko'rganman u narsani. Urushdan keyingi bo'lgan voqea o'zi 6 yasharlikka ketgan paytim, nonga ochiriqlarga turganlarim mana o'zimni. Bir-birda nonni qanaqa qilib topib yeyish kerakligini, ocharchilik, bu narsalar hammasini ko'rganmiz. Birovlar kiyinganda men ham xohlayman deb ichimizda aytardik, onamizga ayta olmasdik shu narsani. Chunki 1-sinfdan 4-sinfgacha dars bergan odamni muoyanasi menimcha edi o'sha paytda. Iloji boricha o'zimiz ham o'sha narsaga chiqishga harakat qilib turib qilganmiz shu narsalar. Birinchi ogam yangi zarbalarga olingan narsada olib kelib ro'mol yodgorim. Mana u bir ona uchun bir boshqa narsa. Farzandi topib kelgan. Farzandi topib kelgan narsani mana shunaqa qilinishi o'zi bir katta narsa. Ular istamagan ekanlar o'zlari o'qitishlarini, boshqa o'qituvchilarga yo'naltirgan ekanlar. Maktablarga anaqa qilganlar. Meni yaqinlashtirmaganlar. Men ham xohlamaganman. Kalta yema qilaman dedim. To'polonchi 5 ta aka. Katta hovli degan kitob. Bitta hovlida yashaganlarimiz. Bitta hovlida 5 ta oila imorat qurilgan. Mana hovli bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqasiga qurilgan imorat. Katta amakini keyin o'zini alohida joyi bor edi. Uyini orqasida hovlisi bor edi. Ularniki shunaqa bo'lgan. Juda ko'p haqlar. Tarix katta. Tarix ko'p. Meni juda ham yaxshi ko'rishlarini bilaman. Men ham xuddi shunda. Shunaqangi bir vaziyatlar bo'lganki, kimdir meni xafa qilganida 15 ta bolani o'rtasiga tushib meni himoya qilganlar. Jikkakkina akam ana shu darajada meni yaxshi ko'radi, shu darajada meni asraganlar. Ustozlarning ko'pini ko'rdik. Xudoga beadad shukr. O'shalar bizga ovqatlarni berib, mana yo'lga solishdi. Shuning uchun ularni eslab turishimiz ham farz, ham qarz. Shu o'qitgan domlarimizdan tortib sahnada o'rgatgan odamlarimizni ming qilganda ham kasbimiz bir xil bo'lgandan keyin xalqqa nazarga tushgan inson bo'lganimizdan keyin o'shalarni yo'lini olganimiz
to'ppa to'g'ri deb bilaman. Bilasizmi, men nimani ko'proq eslayman, Xayrilla aka? Shu tog'amlarni eslayman. Absama tog'amlarni. Bilaman nima uchunligini. Nimaga? Mehnatga o'rgatishganligi uchun, chidashga. To'g'rimi? Lekin Komil akamni eslayman, shu amakimiz Ma'sum pammi. Lekin u tog'amlarni o'zlari bo'lmasam bir aravakash odam edilar. Lekin uyda hamma narsa bo'lardi. Esingizda birinchi televizorni ham o'sha tog'amnikida bo'lgan, kichkina televizorni ko'rganimiz yetaman. Bizda yo'q edi, borardik, ha. Tomosha qilardik. Endi bu yoqda katta odamlarniki o'rdada. Ana shu televizor ko'zimni oldida turadi. KVN degan. Kevin, kichkina oldida lupasi bor. Lupasi bor edi. Ana shu yerda indiyskiy kinolarni ko'rganmiz. Esingizda hammamiz Taxmon tepalariga chiqib, butun mahalla chiqardi endi o'sha. Bu bir xonaga bir 40 kishisi sig'ardik-da, bola chaqa hammasi. Ayamlarni bitta o'gitlari siz ham esingizda, meni ham esimda, bolalarim xalqingga, kasbingga, do'stingga, oilangga xiyonat qilmagin degan gaplari bir umrga esda qolganda narsalar hamma. Shu gapirganlardan keyin aytardilarki, xalqingni, yurtingni sevgin. Mana shu narsalarni hammasini o'rgatganlarga Xudoga beadad shukr, mana yuzimiz yorug'. Elni najordamiz. Mana bitta gapim bor-da shu muxlislarga. Dunyoda bitta narsani topib bo'lmaydi. Bu jigar. Mana meni jigarim. Biz ikkalamiz, aka. Shuning uchun asraylar, har doim asraylar, jigaringlarni asraylar. Bekordan bekorga jigar deyilmagan. Shuning uchun asraylar. Aka, mana baxtimga siz sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Bolalaring sog' bo'lsin, nabiralaring sog' bo'lsin. Evaralar ko'rgin. Rahmat. Sizga o'xshab. Tushundim. Voy poraxo'ring. Bu cho'zsang ishing yurishadi, cho'zmasang yo'q deganimi? Uyingga armatura tashib jinni bo'lganim yo'q. Yaxshisi buni og'ziga qurg'i bilan urish kerak. Mana. Olavering. Ana shu qurayotgan issiqxonangizga bizni qo'shgan hissamiz bo'la qolsin. Odamga xijolat qilmang. Qo'ying. Yo'q, men xijolat bo'lmang. Olavering. Qanaqa bo'lar ekan? Yaxshi bo'ladi. Qo'ying. Yo'q. Qo'ya qoling. Yo'q. Bo'lmasa bunday. Men o'zim ko'rib chiqaman. Xo'p. O'zim muhokama qilaman. Hammasini qaytadan ko'rib, ijobiy hal qilishlikka harakat qilaman. Rahmat sizga, birodar. To'p bo'lsin. Salomat bo'ling. Xo'p. Xayr. Sog' bo'ling. Xayr. Avza bu akademический teatr. Mana shu bolalar teatriga yo'l boshlagan shu ustozimga bir umr rahmat deyman. O'tdagi sharoit boshqacha. Bu yerdagi sharoit boshqacha. Bolalar teatri. Men bolalar teatriga kirishib ketganimdan keyin shunaqangi kuch g'ayrat qo'shildiki o'zimda. O'zim sho'xidim. Shu charchamasdim. Charchash nimaligini bilmasdim. Antrakt qilamiz, ana qilamiz desam, yo'q, davay, qilamiz. Hammasini chiqarishimiz kerak. Ana shu narsalarni qilib turib, o'sha yerdan ko'tarila boshladim.
Napasing qilsan. Tushunmadingiz xo'jayin. Mana shu shojalarlik ishi bir yo'li bo'lguncha meni bir uzoqroq xizmatga jo'natsangiz yaxshi bo'lardi xo'jayin. Armiyaga ketdim. Armiyaga ketishi ham o'zini bir anaqasi bor. Polkovnik turibdi. Men ishtimamda turibman. Qarab turibman. Govdali formada unda tak, как familiya dedi. Sagdiyev dedim. Sagdiyev dedi. Sagdiyev oldi. Oldi. Şunu oturup так, Sagdiyev. Окончил театрально-художественный институт. O'qib keldi. Образование 10 классов dedi. Bu teatrallik institutni nimaligini bilmaganligidan dalolat beradigan narsa. U военный bilmaydi. Окончил театрально-художественный институт deb yozaganman. Men ko'rib turman shular hammasini. Образованияны katta ham образование 10 классов. Все, Сагдеев, можешь идти туда. А что мне делать? Тебе скажут. Institut bitirgan odam stroybatga ketdim. Ana bo'lmasa. Yetganim yo'q, nimaga unaqa, nimaga bunaqa deganim yo'q. 2 yilga. O'sha paytda shunaqa edi. G'irin deganim yo'q. Men aytdim, armiyani ham bor, bir ko'rib keldik. Tuz teatrida ishlayman. Yo'q dedi, stroykada ishlashingiz shart dedi. Bizda stroykada ishlayman. Topgan pulingizga dedi, ish haqingizni dedi. Kiyimingizni o'zingizga, ovqat yeydigan narsalarni o'zingiz hammasini o'zingiz ishlaysiz. Men aytdim, men bu narsalarni qilmagan bo'lsam, endi nima qilaman deb bola toshali bola borgan. Hammasi stroybat. Beri bolchiki deydarchi deyishardi bizdan. Olib turib kovlaydigan unaqalar hammasi. Keyin maslahatlashdik. Vallahi bilan maslahat menga bittasi aytdiki, xayrli aka dedi. Ichida endi eng kattasi men o'tda endi. 2000 ta bola bor, 2000 ta bola bor polkda. No, mani anaqamda, rotamda 100 dan ortiq bola bor. O'shalar o'tirishib maslahatlashdik. Siz dedi svarshilikka kiring dedi. Svarshilik dedi, bu zo'r ish dedi. Hammadan ko'p pul topasiz dedi. Bo'ldi. Bordim, yani хочу учиться на сварщика dedi. Прекрасно. Пожалуйста, ваш клиент. Dedi. Domlarni ko'rsatdi. 3,5 oy o'rgandim svarshilikni. O'shani ichida u odamni uyiga ham boradigan bo'ldim men. Men bilan o'sha muloqotda bo'lib, teatralniy institut tugatganligimni yana keyin butun polk bo'lib, polkovnik qariya odam bor edi, derdik. U ham bilib turib, keyin ansambl qilasan dedi. Tansavalli ansambl turdi dedi. Ashula aytasanlar dedi. Men ashulani yaxshi bilmasam ham o'zimcha indiyskiylarni hammasini popuri qilib aytib yurgan paytlarim bor. Qaysi shaharda edi shu? Navoiy shaharining qurilishiga ketganman. Navoiy shaharining qurilishi ana o'sha men borgan paytda o'zi boshlanib bo'lgan payt. 9 etajli fransuz imoratlari birinchi marta eksperimentalli bo'lib o'sha yerda qurilgan paytda. O'qishni bitirgandan keyin o'sha stroykada setkalarni qurganda svarka qilib davolandim. İşlerim yürüyüp ketdi. Ham u yoqda, ham klubda, uy. Keyin prikaz chiqdi. Высшее образование 1 yil xizmat qiladi dedi. Qarsak chalib qo'ydim o'zimcha. Keyin bolalar aytganda, bu yerdan yaxshi ishlasangiz, yaxshigina pul olib ketasiz, xayrlaka. Moskovskiy обеспечение bu yerda deyishgan. Kirdim polkovnikning oldiga, "Ded, извините" dedim. "Pora мне" dedim. "Домой" dedim.
Вот приказ есть туда. Unda oladi. Yana konsertlar qilardi, ko'rishardi, u polka, bu polka, bu polka, o'shani qilardi. Man qarab turdi-da, Sagdiyev dedi. Вот твой документ, dedi. Я тебе не имею права отпустить, dedi. Я думаю, что такое, dedi. У нас закон совсем другой, dedi. Sezib turibman, ketkizgisi yo'q mani. Qanchalar qolib ketadi. Вот ты, dedi, послужил уже год и 10 дней, dedi. Ты на другой год перешел, dedi. Вот до конца пройдешь, dedi. Потом uydyosh, dedi. Oldiniga bir asabim buzilib, u yoq bu yoqqa qildimda, keyin o'ylab turib, ayni meni o'zim ham gullagan o'shatiklarning orasida yuraman. Черт с вами, остаются. Вот это другой разговор. Иди, служи, deb chiqasan. Qolib ketdim shu bilan. Bitirdim. Stroykalarda ishladim. 2 marta uyga borib keldim. Uyga javob berishdi. 1000 rubl ishlab borganman. 1000 rubl. U katta pul edi. Ana shunaqa qilib armiyadan kirib kelganman. Keyin to'g'ri tuzga kirib kelganman. San'atkor baribir ekranda, sahnada o'zini hurmatini bilishi kerak deymiz. Albatta. Va siz mana shu hurmatini saqlagan, hurmatini bilgan katta ijodkorlardansiz. O'zini oldidagi o'zini hurmatini saqlab qolish haqida fikrlaringizni bilmoqchi edim. Agar o'zini hurmatini bilmasa, san'atga umuman qadamini bosmasin. Chunki u xalq oldiga chiqadigan odam hisoblanadi. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, xalqqa har doim o'sha o'zimni o'qitgan bolalarimga ham, shogirdlari bo'ladigan bo'lsa, shogirdingizman deb keladiganlarga ham shu narsani birinchi marta aytgan so'zim shu narsa bo'ladi. Uni qonun qoidalari bor o'zini. Ana o'shanga rioya qilishi shart bo'lgan narsa. Birinchidan sevish kerak. Kasbni. Kasbini. Ikkinchidan yaxshi mutolaa qilgan odam bo'lish kerak. Fikri toza bo'lish kerak. Agar u fikrga ozgina narsa qo'shiladigan bo'lsa, bo'lmaydi. Innaki mana to'g'rida qarab turibsiz, sahna emas. Ana o'sha joy san'atkor uchun eng ulug' joy hisoblanadi. Uni men institutga borib dars bergan paytimda birinchi sahna to'g'risida gapirib turib, keyin ular bilan suhbatlarni davom ettirardi. Uni orqasida turganda ba'zi birlar telefonini olib o'ynaydigan bo'lib qolgan. Bu xiyonat sahnaga. Orqasiga o'tib charchab kelganlar boshqa joyda ishlari bo'lganda kelib dam oladilar. Uxlaydigan joy. Hech narsalarga chidamayman. Sahna bir aktyor uchun yonadigan joy. Hech qo'l qo'ygani yo'q. Hamma qo'rqadi. O'z uyida pisib, och qornim tinch qilog'im deb yashashni xohlashadi ular. Men bo'lsam hech narsadan qo'rqmayman. Chunki ikkita o'g'lim urushda halok bo'ldi. Xotinim ko'r bo'ldi. U ham o'tgan yili olamdan o'tdi. Bu dunyoda men hech kimdan qo'rqmayman, tushundingmi? Ijodiy yo'lingizda sizga haligacha ustozlik qilayotgan obrazingiz. Mana shu o'ynagan klassik rollarim bor. Mana shular hammasi menga ustozlik qiladi. Haligacha. Klassik. Bu bekordan bekorga klassika deyilmaydi bu narsa. Bu narsa eng zo'r narsalardan bittasi. San'atkor bo'laman desa, o'sha obrazlarni yaratishga harakatini qilish kerak.
o'zini o'zi tayinlab turib, ko'rsatib turib, hech bo'lmasa kichkinagina bir bo'lagini olib kelib ko'rsatadigan bo'lsa, o'shanda rivoj topadi. O'sha Xristokovlar bormi, D'Artagnanlar bormi, Shumbola bormi, Tobutdan tovush bormi, boshqa. Voy. Ya, ikkita kesindir, ha? O'zbekistonga mashhur bo'lgan o'sha Shumbolani o'ynadilar. O paytda jonli ijro bo'lardi. 3 seriali ham Shumbolani. Shu bilan butun elga Shumbola bo'lib tanildilar. Bu men uchun juda ham katta faxr edi. Shumbolani 27 yoshingizda o'ynagansiz. 27 yoshimda. Va keyin mana yana bir Shumbola bor edi, tug'ildi sizdan keyin. Endi bu katta ekranda, kinoda. Sizni biz sahnadan mana Shumbola deb bilamiz. Bizni ota-onalarimiz Xayrulla Sa'diyev sizni Shumbola deb biladi. Va ana shu Shumbola degan murojaatlar, o'zingizni hatto kitoblaringiz bor, Shumbolangizman degan. Sizga qanchalik yoqadi-yu, kezi kelganda, "Ya Shumbolami?" degan bir fikrlar jahlingiz chiqaradi. Jahlim chiqmaydi. Chiqmaydi. Bu baribir davr bilan bog'liq. Men shunchalik kirishib ketganman unga. Nabaran xursand bo'laman mana. To'g'ri. Rahmatli Abdurahim. Uni ham o'zini kinodagi obrazi. Bir ikkitalar ham teatrlarda ijro qilishdi bolalar. Qizlar unga. Bu obraz menga qirol bo'ladigan obrazlardan Toj. Diqqat! Yo navkarlari! Qani ketdik! Voy bolam, Shyapman hozir. Qani yura qol bolam. Hop, oyijon, shyapman so'zga xotin. Ay, Shopir bola bu yoqqa yur. Meni yelkamga esvording. Sabr qilsang, qo'ridan havo olib qal bola o'zi. Kinoga 70-yillarda kirib keldingiz. Bu ya'ni Shumboladan keyingi davrlar edi. Va qaysidir ma'noda jiddiy obrazlar, jiddiy qiyofalar. Siz aktyorsiz, bir qarashda biz o'ynashlari oson, ijro etishlari oson deymiz. Davrdan davrga almashish, davrdan davrlarni ijro etish. Erkin Vohidovning so'zlari bor. Hamma narsani vaqt hal qiladi. Vaqt g'olib. Unga chidar insonning mardi. Keksalikni bo'ynimga olib, uyimda jim yotsam bo'lardi. Qaraganda halovat kerak. Qani men ham biroz damasam. Lekin bunga yo'l qo'ymas yurak. Ko'nglim desam, ko'nglim to'lmaydi. Shu so'zlarni mag'zini chaqsa yomon bo'lmaydi. Teatrda sizni shoh asaringiz Shumbola bo'lsa, o'zbek kinosida biz sizni Jalil obrazi bilan haligacha yaxshi ko'ramiz. Endi hayotdagi uka, san'atda hamkasb va o'zbek kinosida ekranlarda yaqin do'st sifatida gavdalangansiz. Garchi ikki xil dunyo bo'lsa hamda obrazlar. Endi mana shu shaytanatni olishganda ko'p o'ylashgan. Jalilga kim olamiz deyishgan. Keyin yodgor etdiki, bir ko'ring dedi. Bu yana bir zo'r narsalardan bittasi shundaki, Tohir Malik bilan Abdujalilni qo'shni edik biz. Hovli aytdim-ku, katta hovlimiz bor dedim-ku, katta hovlimizni bir chakkasida tenek bo'lardi. Qo'shniga chiqadigan tenek bo'lardi. U bir umr ochiqlik turardi. Tenekni nariyog'ida Abdujalillar turishardi. Bu yoqda biz. Abdujalillar akasi bilan men Qadrdan ovlandim. Yodgor Abdujalil bilan
u o'ziga yarasha bir xarakterlari bor edi uni. Qanaqa desam bo'ladi? Qaysarlik emas, lekin birovni qo'liga qaragan emas. Qiyinchilikda katta bo'lgan, men ham ko'rganman, urushdan keyingi bo'lgan paytlar hamma sezaman, bilaman, ko'rganman shu holatni. Avtor bilan ikkalaligi institutni birga bitirishgan. Tohir Malik bilan. Tohir Malik bilan ikkalasi bir kursda o'qib, Tohir Malik kelardi. Kutib olardi. Biz gaplashardik, keyin yodgor boshlagandan keyin uni o'zi bilan maslahat qilib shunaqa. Keyin aytishdiki, Abjalil obrazini yaratasan. Aytdim, Jalil qaysi obraz Abjalil bor dedi, yodgor aytdi. Mana shuni xarakteri dedim, shu qada to'g'ri keladi. Maslahat qilindi shu narsalar hammasi. Maslahat qilib keyin menga topshirishdi. Keyin men buni sekin fikrimda o'ylay boshladim bu narsalarni. Birovni qo'liga qarab qolgan bo'la emas. Hayotda. O'rgandingiz. Masalan, mani kostyumimni, yodgori kostyumimni shu ibotga to'g'ri keladigan bo'lsa, olib chiqib berib, men buni keyin anonni tashlagan desak, obar narsangni. No, men senga gadoymanmi men? G'ururli. Ichki g'urur. Hamma narsadan bo'ladi. O'zi yozilishi bo'lmasa. Ana shu narsalarni qidirib topib. Xuddi o'sha bolani o'zi bo'ldi qo'ydi. Xudoga beadad shukur. Jalillik gapi bor. Xudodan qaytibdi deydi. Asadga kim gapiradi mana? Asadbekka faqat Jalil gapirishi mumkin. Shu aytyaptilar, Xudodan qaytibdi deyaptilar, ko'zlariga qarab turaman, baribir ichida menga bo'lgan, ukasiga bo'lgan, ko'zidagi mehrni ko'rib turaman. Hayotda Sadiyevlar, aka-uka Sadiyevlar qanchalik do'st? Ko'z tegmasa men hozir aytaman. Buni o'sha davrimizdan onam o'rgatgan narsalar bilan fundament bo'lib kelgan. Boyagi qaror, birinchi qaror bilan o'zgarish haqidagi. O'zgarish haqida. O'sha qaror kuchga kirgan. O'sha davr o'zida. Keyin bu biza inson rivojlangan sari, katta bo'lgan sari o'sha narsalar chuqurlashib boraveradi. Mana hozirgi kungacha hamma bizga havas qiladi. Ilohim ko'z tegmasin. Chunki ikkalamiz ham bir-birimizga mehrimiz. Suyanib qo'yamiz. Bu katta narsa hayotda. Bir kunda 4 marta, 5 marta telefonlashamiz. Albatta ko'rishga harakat qilamiz. Bir-birimiz bilan ko'rishib, o'tirib maslahat, menga uni maslahati juda ham kerak. Qahratonda qishin va yozim, choy muhayyo choyxonada ko'ring huzurim. Vaqtim meni hech o'tmagay xuda behuda, choyxonachi kasbi menga yoqadi. Pisand qilmasa, kuyunmasa, nima qiladi bu? Endi uning ustiga tomizadigan yoshlar bor. Yoshchilikni ona qilsa, qilib turib, yig'lagan kishi bo'lib chiqadi. Nima u? Suflyor nima deydi? Suflyor nima deydi? Yo'q, suflyor. Oldin kerak bo'lgan narsa. Teatr oldin kerak bo'lgan narsa. Suflyor yoshi ulug'lar uchun ishlatilgan narsalardan bittasi. Lekin yoshligi suflyor vobshe yiqilash. Bularga nima qilish kerak? Qo'liga qanaqa qilingan bo'lsa oldin bitta daftar olib, daftarga rolini ko'chirtirib,
o'shanda anchagina fikrga o'tiriladi bu narsa. Yoki hozirgi kunlarda boshlangan narsalar bor. Telefonga yozib olishgan. U mana daftar, mana daftar. Bilasan buni? Mana meniki ham o'zi. Rolli. Mana bu yoqqa yozadigan bo'lsang, bu yoqqa turish kerak. Oq turish kerak. Buni ishlayotganingda kegar bir zamechaniya bu yoqda yozishing kerak bo'ladi. Men shu narsani hozir ularga tushuntirib chakayim tushib ketib qoladi. Telefonda o'ylab, telefonni qatiga yozadi zamechaniya. O'sha zamechaniya bo'ladi. Telefonda rol o'qishadi. Mumkin to'g'ri emasda bu narsa. Bir xil rejissyorlarimiz shunga ruxsat beradi. Ammo ularni oqlamayman. Bu yerga olgan pulingiz ayyoqda topgan ba'zi bir pulingizga nisbatan tiyini ham qimmat hisoblanadi. Tansiq. Men bolalarga aytaman, to'g'ri. Men ham televizorda katta bo'lganman. Kinoda katta bo'lganman. Lekin teatrga xiyonat qilmaganman. Kelmasdan qolib, repetitsiyalarni to'xtatib, syomkam borida qolib ketdim. O'shalarda hammasida yo'l yo'rig'ini topib, hozir shunaqa bo'lib ketdi. Mana bunaqa bo'lib ketdi hozir. O'ttiga topgan pullaringdan, Mamatga topgan pullaringning qiymati juda katta deb qo'yaman, yoshlarga aytib qo'yaman. Yo'qsa yo'qmasa deb. Yo'qsa yo'qmasa. Bu yerga oladigan pullar mizerli. Ayyoqdan katta pul oladi, lekin u tez ketib qoladi, buni turadi. Barakalla. O'shaning uchun barakalla deydi. Ustozlarim ko'p edi, ustozlarim. Endi bu ustozlarda odamlarning qadrdonlari ham bor edi. Shularning orasida Nabi Rahimov bizni oilaga eng yaqin kishilardan biri hisoblardim. Aylanib ketay sendan. Men sendan juda qarzim ko'p. Lekin sen ham qarzing mendan ko'p. Bor. Kim shu yigit bilan, shu ajoyib yigit bilan biror sahnada biror narsa qilishib, ikkovimiz bir sahnaga chiqib, xalqning oldida biz ham bor, biz shu odamni yonida deb qarab chiqib Elbek Musayev degan odam bo'lardilar. U odam o'ta o'qimishli odam. O'sha odam televideniyada ishlagan paytida, men boshqalarni bilmayman, meni o'zim bilgan narsam, o'zbek televideniyasini rivojlantirishga juda ko'p hissa qo'shgan odam hisoblanadi. Yoshlar studiyasini ochgan odam o'sha odam bo'ladi. Teleminiatyura studiyasini ochgan odam o'sha. Otalar so'zi aqlli ko'zini qilgan odam o'sha odam bo'ladi. Bundan ortiq nima kerak? Odamlar. Shanba, yakshanba kuni televizorning oldidan ketmasdi. Xabarim bor bu narsalardan. Shaharda turaman. Oldingi Sobir Rahim ko'chasi deyilardi. Tramvay turib yurgan paytlar. Kechki payt o'sha yerga chiqsam, ko'chada hech kim qolmasdi. Hamma televizor oldiga borgan bo'lardi. Ana shu xizmat o'sha odamning xizmati hisoblanadi. Mana o'shalarning qo'llarida qancha miniatyuralarni o'ylaganman. Ana miniatyuralar teatridagi narsalarim bor. Hammasini olib qo'yganman. Mana yana qancha anaqalarim turibdi, disklarim. O'tirib olib, Turkistonda uchrashuvga o'tkazganman. Birinchi marta Turkistonda men o'tkazganman uchrashuv. O'shani hammasi yozilgan, hammasini ko'raman. Qancha odamlarni ko'raman, maza qilaman. O'tib ketganlar ko'p ichida. O'shalarni olib oziqa olgandek bo'laman o'zim. Shu bilan o'ynayman lekin. Monologi bor-ku, vaqt qodir bilan aytadiganman. O'shani albatta aytaman, xudo xolisa. 85 ga kirib olay. Keyin aytiraman. 85 ga kirgan shum bola aytiraman. Tomoshabinga shunaqa qilsam, ha? Bizni izlarim ko'rsatuvi, mening yurtim jamoasi nomidan bizni sizga tuhfamiz bor. Shu suhbat avvalida shuni topshirmoqchi edim. Mana shuni qabul qilib olasiz. Bu shum bolamizni 85 yoshga to'lishi munosabati bilan
o'zim bo'yimda kelib qoldi-yu. Bu ko'k sandiq, oq sandiq, qizil sandiq deydi-ku Zumrad qimmatda. Mana shular. Ах ты, какие космонавты! Hayotingizni qaysi sahifasi sizga haligacha savol beradi? Nega, nima uchun? Endi qiyinchilikka tushgan paytda bo'lgan bu narsalar. Qiyinchilikka, tushkunlik yo'qotishlarda. Endi bu yo'qotish to'g'risida aytadigan bo'lsam, men qiyin menga bu narsalarni aytish. Birinchi ayolim Ra'noxon domlamiz aytgandek bir tuzga borib ishlaganmiz, shunda turmush qurganmiz. Birinchi qizimiz bo'lgan Sevara degan o'tib qolgan. Qo'yganmiz. Keyin Ra'noni o'zi kasal bo'lib qoldi. Sochi tezda e'tibor narsalar o'tib qoldi. Mana u oxirliklar, u yo'qotish judayam umuman odam yo'qotish, atrofdagini yo'qotish. O'zingga yaqin bo'lganlaringni yo'qotadigan bo'lsa, tushkunlikka tushish hech gap emas. Shularni yengish kerak ekan, yengmasa bo'lmaydi. Mana shuncha yashab shularni xulosiga kelyapman. Hayot mana shunaqa bir mashaqqatli, shafqatsiz davrlari ham bo'lgan. Shu Sevara qizlari betob bo'lib qoldi-da, 3 yoshida bu qizlari vafot etdi. Men ana shunda akamni yuragi bir parchasi uzilganini ko'rdim uni ko'zidan. Yuzlarini shunday yumdilar u qizlarini ko'rgandan keyin murdasini shunday shildilar yuzlarini. Onam chidolmadim. Bu Sevara edi. Farzand dog'i bilasiz juda og'ir bo'ladi. Biroz o'tmasdan Ra'no opam yana homilador bo'ldilar. Yana o'sha hayotning shafqatsizligi. Homilasi bilan 13-dekabr 1973-yilda to'satdan Ra'no opam vafot etdilar. Bu ikkinchi zarba bo'lgan akamga. Bu narsadan ularni ijod olib chiqib ketdi. Yashash uchun kurashishim kerak edi. 75-yilda yangi turmush qurdim. Malikaxonga uylandim. Keyin E'zoza qizim tug'ildi. O'g'lim podpolkovnik edi. Bir haftadan keyin polkovnik bo'lish kerak edi. Militsiyada. Ugolovni rozga boshliq bo'lib, Namangan Andijonda ishladi. Bir kun oldin kelib menga kattalar bilan ko'rishib kerak, maslahatlashishim bor dedi. Ketayotganda kattalar ko'risholmadi, ishiga ketadigan bo'lib ketdi. Ertasi o'tib indiniga xabar kelib turibdi Andijondan. Sardor o'g'liz o'lib qoldi. Shamollagan edi. Yo'talib turgan edi. Shamollagan nomini borib doktorga ko'rsatganda bir ikkita ukolni hammasini olish mumkin emas edi unga. Strogo ukolni qilinadigan narsalari bor edi. O'sha dorini ozginasi yetar edi. Unga kotiqda doza qilib turib, medсестра borib turib, sirazi bo'ldi. Shunda ham men o'zim tutishga harakat qildim. Chunki ayb unda ham emasdir. Men bolalarimni yubordim. Jiyanim bor, Lutfulloning o'g'li. U polkovnik. Biladi, u tushunadi. Sardorlar rosa. Borasan dedim. Kiyimini o'zini olasan dedim. Boshqa hech narsa. Urush, janjal, u bu narsalarni qilmaysanlar. Sud-pot u bu narsalarni qilib o'tirmaysanlar. Allohning irodasi bu. Menga qanchalik og'ir bo'lganligini o'zim bilaman. Onasini yoniga qo'ydik. Ra'noni yoniga qo'yganmiz. Xonamizda shunday ikkalasini rasm turibdi. Ana o'li bilan o'z-o'zidan bo'lmaydi. Otamni o'lganini ko'rganman. Unda yoshi
bozorgacha olib borishgan mani. Ko'rganman o'sha narsani. O'lim yomon narsa. O'lim yomon narsa. O'limdan qo'rqiladi shuning uchun. Alloh taolo qancha umr bergan bo'lsa, shuni yaxshi toza hayot kechib bilsa, Alloh taolo qochib beradi. Ukayni ahvolini qara. Oyog'ida zo'rg'a turibdi. Sen chaqdingmi? Gazanda. O'z tug'ishgan akangni-ya, sotqin. O'le jinni. Espas. Boyimoqchimisan? Mashina olmoqchimisan? Ana mashina ketdi. Yana Mullovoy rais cho'ntagida bitta mashina yo'q. Sen yalang'och chuvrindi o'zingni bilgil. Nimanga gerdayasan? Xayrul aka bir 2016-yil, ya'ni 9 yillar oldin suhbat qilgan ekanmiz-da. Eslasa, o'shanda ham qish edi. Niyat qilib turibmanki, 5 yildan keyin, ya'ni sizni 90 yoshingizda ham agar yo'q demasangiz, yana bir suhbatlashish. Imенно ikkalamiz. Kelamiz faqat. Gap bo'lishi Yana shunaqa chiroyli sovg'alar bilan. Ilohim o'sha kunlarga yetib boraylik. Yurtimiz tinch bo'lsin bo'lgan uchun. Yurtboshimiz omon bo'lsin va uydagilar sog' bo'lsin. O'zimiz sog' bo'laylik. Elda yurtda nazarida bo'laylik. Umringiz uzoq bo'lsin. Amin Alloh. Katta rahmat Xayrul aka. Sog' bo'ling. Yangi obrazlar yaratishim kerak. Uni juda ham yaxshi bilaman. Onam rahmatli aytardilar. Yotayotganingda 10 yoning bilan yotgin. Keyin aytasan, yotdim 10 yonim bilan, turg'izgin imonim bilan. Yotdim yon boshlab, turg'azgin yaxshilabdi. Ana shu so'zlar sira ham esimdan chiqmaydi. Insonni vujudi qarishi mumkin, lekin ko'ngli, shijoati qaramas ekan. Hozirgacha men o'zimda shu bolani shiddatini, g'ayratini sezaman.